Navoiyda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan darajadagi voqea sodir bo'ldi. Ota yig'layotgan farzandining og'ziga mana shunday paypoqni tiqib, uni o'ldirdi. Sudlanuvchi 2026-yilning 9-yanvar kuni soat 21:30 atrofida o'zining yashash xonadoniga kirgan vaqtida 2025-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan farzandi yig'lab xarxasha qilayotganligi sababli dastlab uni ovutishga uringan. Biroq chaqaloq tinchlanmasdan uning dam olishiga to'sqinlik qilganidan so'ng otasining jahli chiqib, oila a'zolarining ko'z o'ngida o'z farzandini ikkala qo'lidan ushlab, siltalab og'ziga bolalar paypog'ini tiqib, unga qasddan jismoniy azob berib, qiynab, jarohat yetkazgan. Chaqaloqning ahvoli yomonlashganligi sababli u Xatirish tumanidagi markaziy shifoxonaga olib borilgan, ammo ko'rsatilgan tezkor tibbiy yordamlarga qaramay chaqaloq shifoxonada vafot etgan. Jinoyatchilar bo'yicha Xatirish tuman sudining hukmiga ko'ra sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi V.J. bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan ushbu modda bilan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.